Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Gazli salom, benzinli salom hammaga. Anavi nimani so'rab yotibdi hamma, green kartani qachon boshlanadi. Hattoki veb-saytida ham, men veb-saytida u kuni noto'g'ri o'qibman, yiliga qaramabman. Darasida qaramaysanmi? Mana 24 ko'rsatib qo'yibdi-ku, bu eski deb. Emas deb. Hali aniq emas. Veb-saytni qachon ochilishi hali aniq emas. Hech kim bilmaydi qachon boshlanishini. Boya xo'jayinim aytayapti, boshlangandan keyin bilamiz vaziyat qanday, qanaqa. Ro'molim chap ko'rib, mana pastda bo'lishi kerak. Chemu, pichemu deydi-ku, men cholmishni ruscha gapiradi. O'shanday boyagi $1 to'lov qanday qilinadi, qizil pasportda nimasi kiritiladi, hech kim bilmaydi hozir. Hamma shu veb-saytda ochilishini kutib turibdi. O'sha ochilsa, keyin bilamiz. $1 to'lov qanday qilinadi, o'sha pasportda ma'lumoti qanday kiritiladi, hammasini keyin ana qilamiz, bilamiz. Shuning uchun kutamiz. Hozircha kechami Amerikada ana qilingan. Davlat shutdown qilingan. Shutdown degani nima degani? Butun davlat, butun AQSh to'xtatilgan, 1 kungami, 2 kungami. Shutdown degani yopiladi. Davlat yopilgan. Kirish chiqish bo'lmaydi. To'xtaydi hamma tarafda ish. Bilmayman nimaga ish qilib o'zlari biladi. Trump menga aytmadi. Hali telefon qilmadi, qilsa aytaman. Nima, shutdown qilding deb so'rash esimdan chiqibdi. Shundan shunaqa gaplar. Yangilik bo'lib qolsa aytamiz. Biz ham kutyapmiz. Biz ham shu veb-saytga qarab o'tiribmiz. Hech kimda ma'lumot yo'q hozircha. Har qanday anovlarga uchmanglar. Shunchaki kutamiz. Sog' bo'linglar.